Assalomu alaykum treyderlar. Secret Trader kanalining yangi darsiga xush kelibsiz. Siz bozorni juda yaxshi tahlil qilasiz. Narxni yo'nalishini ham to'g'ri aniqlaysiz. Biroq savdo bitimlaringiz zararda yopiladi. Agar sizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, unda bu darslik aynan siz uchun. Chunki sizning xatoyingiz bozor yo'nalishini aniqlashda emas. Xatoyingiz bu taymingda. Bu darslik sizga bozorda to'g'ri vaqtda savdoga kirishingizga yordam beradi. Bozorda narx yo'nalishini to'g'ri aniqlash bu birinchi muhim omil hisoblanadi. Ammo tayming bitimingizni daromadli bo'lishiga asosdir. Ko'p treyderlar narxning yo'nalishini to'g'ri aniqlay olishadi, ammo qaysi nuqtadan savdoni amalga oshirishni bilishmaydi. Shuning uchun bugungi darslikda bir nechta savdoga kirish modellarini ko'rsatib bermoqchiman. Ular o'zim savdoga kirishda ishlatadigan eng yaxshi modellardir. Siz bularni o'rganganingizdan so'ng ikkilanib savdo qilishni to'xtatasiz va o'zingizga ishonch bilan savdolarni amalga oshirasiz. Darslik so'ngida siz qaysi vaqtda savdo qilish kerak, qaysi vaqtda savdoga kirmaslik kerak, bular haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Keling endi darsligimizni boshlaymiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Darslikni boshlashdan oldin sizga bir e'lonni aytib o'tmoqchiman. 2 yillik tanaffusdan so'ng ko'plab fikrlarni inobatga olgan holda tradingni o'rganish kursini tashkil qilmoqchimiz. Hozirda sohaga qiziquvchilar kundan kunga ko'payib bormoqda. Tabiiyki, har bir ishni bilim olishdan boshlash kerak. To'g'ri olingan bilim bu sizning muvaffaqiyatga chiqish kalitingizdir. Xuddi shunday sifatli bilim olishni xohlaydiganlar uchun biz kichik guruh qilishga qaror qildik. Unda savdolarda yuqori aniqlik bilan ishlab beradigan strategiyalar o'rgatiladi. Agar siz bu guruhga qo'shilishni istasangiz, quyidagi nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Biz sizga sifatli ta'limni kafolatlaymiz. Endi darsligimizni boshlaymiz. Agar siz noto'g'ri vaqtda savdoga kirib qo'ysangiz, bozor yo'nalishini to'g'ri aniqlagan taqdiringizda ham savdoyingizni zararli bitim bilan yakunlaysiz. Shuning uchun savdoga kirish modellari daromadli bitimlarni tuzish va savdo strategiyalarini tuzishda muhim hisoblanadi. Aslida savdoni amalga oshirish 3 ta muhim qadamdan iborat. Birinchisi kuchli savdo zonasini aniqlash. Ikkinchisi bu tasdiq olish. Uchinchisi esa mavjud entry modellar, ya'ni savdoga kirish modellaridir. Biz oldingi darsliklarda kuchli zonalarni qanday aniqlashni va tasdiq qanday bo'lishini o'rganganmiz. Bugungi darslikda bir nechta entry modellarini ko'rib chiqamiz. Birinchi modelimiz Breaker Block Entry modeli. Bu model trendga qarshi savdo qilishda ishlatiladi. Ammo uning to'g'ri shakllanishi uchun avvalo narx kuchli ahamiyatli zonaga kelgan bo'lishi kerak. Misol uchun bu zonalar quyidagilar bo'lishi mumkin. Yuqori time frame'dagi FVG zonasi, yuqori time frame'dagi order block zonasi yoki maksimum yoki minimumdagi likvidlik olingan zonalar bo'lishi mumkin. Narx qachonki bu zonalarga kelganda breaker block modeli shakllansa, savdoni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Siz istalgan nuqtada shakllangan breaker blokdan foydalanmasligingiz kerak. Chunki zonaning ahamiyatli, kuchli bo'lishi muhimdir. Demak, narx qachonki biz belgilagan kuchli zonaga yetib kelganda, kichikroq time frame'ga o'tamiz va narxning ortga qaytishiga signal bormi yoki yo'qmi kuzatamiz. Breaker block modeli hosil bo'lishi uchun biz kichik time frame'da yaqqol struktura o'zgarishini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu bizga birinchi tasdiq hisoblanadi. Ushbu holatda pasayuvchi strukturaning oxirgi maksimumidagi buqasham yoki bir necha shamlar jamlanmasi bizga breaker block zonasini hosil qiladi. Bu zona buy bitimini ochishimizni rejalashtirishimiz mumkin bo'lgan zonadir. Savdoni amalga oshirish uchun biz bu breaker block zonasining boshlanish nuqtasiga buy limit joylashtirsak bo'ladi. Stop lossni minimum ostiga joylashtiramiz. Take profitni esa yaqin likvidlik zonasigacha qo'ysak bo'ladi. Agar breaker blokni aniqlagan zonangiz kuchli ekanligiga ishonsangiz va narxning bu zonadan ko'proq ko'tarilishini kutayotgan bo'lsangiz, katta time frame'dagi likvidlik zonalarigacha bitimni ushlashingiz mumkin bo'ladi. Pasayuvchi trendda ham breaker blok zonasi xuddi shunday aniqlanadi. Narx ko'tariluvchi struktura hosil qilishi kerak. So'ng narx ushbu struktura minimumni kuchli harakat bilan buzib o'tishi kerak. Bunda struktura o'zgarishi hosil bo'ladi. Bu holatda ushbu strukturadagi oxirgi ayiq sham yoki bir necha pasayuvchi shamlar jamlanmasi bizga breaker block zonasini hosil qiladi. Biz bu zonadan yuqorida aytib o'tganimiz kabi savdoga kiramiz. Narxning ushbu zonaga retest berishini kutib, stop lossni maksimumga, take profitni esa yaqin likvidlik zonasiga joylashtirib savdoga kirishimiz mumkin.
Ba'zan savdolarni yanada yaxshilash uchun qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud bo'ladi. Agar belgilangan breaker blok zonasi anchagina katta bo'lsa, biz uning boshlanish nuqtasidan emas, aksincha, breaker blok zonasining 50% nuqtasidan savdoni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatda biz risk zonamizni qisqartiramiz va riskka nisbatan daromadni ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuningdek, agar breaker blok zonasi FVG zonasi bilan deyarli ustma-ust tushgan bo'lsa, bu zonaning ishlash ehtimolini yanada kuchaytiradi. Negaki bilamizki, FVG zonalari narxni magnit singari o'ziga tortadi va bo'shliq to'ldirilgandan so'ng narx yana ortga kuchli harakatni amalga oshiradi. Shuning uchun bu ikki zonani ustma-ust tushgan qismi kuchli hisoblanadi. Biz albatta bu holatni savdolarimizda hisobga olishimiz kerak. Keling endi keyingi savdo modelini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi entry modelimiz bu IFVG entry modelidir. Bu model kuchli razvorot modellaridan hisoblanadi va odatda juda sifatli savdolarni amalga oshirishga yordam beradi. Ammo modelni qanday shakllanishini o'rganishdan oldin biz IFVG o'zi nima ekanligini va u grafikda qanday aniqlanishini o'rganib olamiz. Xo'sh, IFVG o'zi nima va u qachon shakllanadi? IFVG qachonki narx mavjud FVG zonasini umuman sezmasdan buzib o'tganda hosil bo'ladi. Ya'ni, bizda FVG zonasi mavjud bo'lsa, odatda narxni undan reaksiya olishini kutamiz. Biroq, narx undan reaksiya olmasdan to'g'ri buzib o'tsa, bizda IFVG zonasi hosil bo'ladi. Qachonki shu holat bozorda shakllansa, FVG zonasi o'z mohiyatini xuddi support va resistance darajalari kabi o'zgartiradi. Biz bilamizki, narx biror support darajani buzib o'tsa, u daraja keyinchalik qarshilik darajasiga aylanadi. Yokida narx biror resistance darajasini buzib o'tsa, u keyinchalik support zonasiga aylanishi mumkin. Xuddi shunday FVG zonasi impuls bilan buzib o'tilsa, u IFVG zonasiga o'zgaradi va narxni shu impuls bilan buzib o'tgan tomonga harakatlanishiga sabab bo'ladi. Demak, biz IFVG zonasi nima ekanligini o'rganib oldik. Endi uni grafikda qanday samarali ishlatishni o'rganib olamiz. Doimo takrorlab kelamiz. Narx avvalo katta time frame'dagi asosiy zonaga kelishi kerak. Biz istalgan nuqtada shakllangan IFVG zonasiga ahamiyat qaratmasligimiz kerak. Faqatgina kuchli zonalarga kelgandagina biz bu modeldan foydalanamiz. Shunday qilib, narx biz kutgan kuchli zonaga yetib kelgandan so'ng kichik time frame'ga o'tamiz. Biz ushbu holatda narx FVG zonasini reaksiya olmasdan impuls bilan buzib o'tganini ko'rishimiz mumkin. Biz bu zonani IFVG deb qayta belgilab olamiz. Endi bu zona bizga resistance vazifasini bajaradi. Narx unga qaytganda sotish imkoniyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar yana qo'shimcha tasdiqlar bo'lsa, bu yanada yaxshi. Bizda struktura o'zgarishi ham mavjud. Bu bizga qo'shimcha tasdiq hisoblanadi va zonamizning ahamiyatini yanada oshirib beradi. Biz bu holatda quyidagicha savdoga kirishimiz mumkin. Agar zona kichikroq bo'lsa, biz IFVG ni boshlanish nuqtasidan entry qilishimiz mumkin. Stop lossni maksimumga joylagan holda. Agar zona kattaroq bo'lsa, bunda ham IFVG ning 50% nuqtasidan savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu qoidalar hamma modellarda deyarli bir xil hisoblanadi. Take profitni yaqin likvidlik zonasigacha joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu model o'suvchi trendda ham xuddi shunday ishlatiladi. Narx kuchli zonaga kelganda FVG hosil bo'lgan bo'lsa va u impuls bilan buzib o'tilgan bo'lsa, bu zona IFVG ga aylanadi va endi buy uchun yaxshi imkoniyat hosil bo'ladi. Bu zonaga narx qaytganda buy pozitsiyasi ochishimiz mumkin bo'ladi. Savdoga xuddi yuqorida ko'rib chiqqanimiz kabi kiriladi. Endi keyingi modelni ko'rib chiqamiz. Uchinchi savdoga kirish modelimiz bu order block entry modelidir. Bu modeldan trend davom etishida ham, razvorotda ham foydalansa bo'ladi. Bu smart money'dagi eng ommabop savdo modellaridan biri hisoblanadi. Order bloklar bozorda yirik ishtirokchilarning izlari hisoblanadi va bu zonalarda yirik institutsional ishtirokchilarning pozitsiyalari joylashadi. Shuning uchun bu zonalarga narx borganda odatda kuchli harakatlar sodir bo'ladi. Keling, order bloklar qanday shakllanishini ko'rib chiqamiz. Pasayuvchi order blok qachonki narx strukturani impuls bilan buzib o'tib, cho'ch hosil qilganda hosil bo'ladi. Bunda order blok zonasi qilib, oxirgi buqa sham olinadi. Yokida order flow qilib, bir necha buqa shamlarni olishimiz mumkin bo'ladi. O'suvchi order blok narx maksimumni impuls bilan buzib o'tganda hosil bo'ladi va oxirgi ayiq shamni order blok qilib belgilanadi.
Order blok qanday aniqlanishini bilib oldik. Keling endi modelni ko'rib chiqamiz. Bunda ham narx avval kuchli ahamiyatli zonaga kelishi kerak. So'ng biz kichik time frame ga o'tamiz. Kichik time frame da biz yaqqol struktura o'zgarishiga ega bo'lishimiz kerak. Choch hosil bo'lgandan keyin biz oxirgi bu qashamlarni order blok qilib belgilaymiz va narxning unga qaytishini kutamiz. Narx order blok zonasiga qaytganda biz yuqoridagi o'rganganimiz kabi savdoga kiramiz. Stop lossni order blokdan 10-20 pips yuqoriga joylashtiramiz. Take profitni esa yaqin likvidlik zonasiga joylashtirsak bo'ladi. Shunday qilib bugungi darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki darslik sizga foydali bo'ldi. Endi siz qaysi nuqtadan savdoga kirishni bilib oldingiz. Savdolarda doimo risk qoidalariga amal qiling. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.